Mujiki, mana videoni ko'ringlar-da. Отгол у меня отдельный разговор. Во-первых, мы у вас были в гостях после конкурентного поединка, судьи посчитали нас победителями, и местные ребята закидали нас бутылками. Если ты таких людей... Sen gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi soperniksan, yaxshi sportsmensan, gap bo'lishi mumkin emas. Kuchli bayissan. Bu hayotga, bu ringga, bu narsaga bitta o'dan hal qiladi. Bitta o'dan hal qiladi. Gap bo'lishi mumkin. Men seni уважать qilaman, boylaringni. Dastoyni, nedastoyni haqida mamlakat gapga kelayotgan bo'lsa, u ringga, u musobaqani o'zing yaxshi sportsmen bo'lsang, sen musobaqani ko'rayotgan ko'zing bo'lsa, o'sha yoqqa yaqin turgansan. Men borganim yo'q aytlagonga. Sen o'zing o'sha boyni ko'rgansan. O'zbek mazasini qochirib tayladi. Mazasini qochirib tayladi. Bitta og'izga tuflamagani qoldi. Shu o'g'ayningni. Zo'r urdi. O'zbekiston xalqi poddeshkani yaxshi ko'radi. Nohaqligiga O'zbekiston xalqi chidolmaydi, nohaqligiga. Chista nohaqlik bo'lyapti. O 2 raund yana ursaman deyapti. O'sha bola yana 2 raund ursaman deyapti. Sen o'zing dastoyli bo'lsang, gap bo'lishi mumkin emas, o'sha bola yutdi deyishing kerak. Sen 2 o'yin urishib qo'yaman, xohlasang, yo'q, men sen bilan urishmayman. Sen oldin bizani akamiz bilan urishyapsan. Tushunabsanmi? Sen oldin akamiz bilan urishyapsan. Sen bilan любой joy gaplashib olaveramiz, xohlasang. Tushunabsan? Sportda interes bo'ladimi? Ne interes bo'ladimi? Men qo'rqmayman, gap bo'lishi mumkin emas. Sen oldin bizani akalarimiz bilan gaplashib, keyin ukalarga kelasan. Tushunabsanmi? Lekin sen dastoyni haqida gapirma. U ekka ne interes ne? Ekka boki nohaqlik bo'ldi. Nohaqligiga o'zbek xalqi chidab bo'lmaydi. Amir Temurni o'g'lonlari nohaqligiga chidolmaydi. Chista nohaqlik bo'ldi. Sen shu narsani bil. Agar sen chista sportni interes, sen sportni yaxshi ko'rsang, sportni bilsang, sen kim yutganini sen o'zing aytarding.